Assalomu alaykum. JavaScript intervyu playlistimizning yangi darsiga xush kelibsiz. Bugungi videoda JavaScript bo'yicha intervyularda eng ko'p beriladigan savollardan birini ko'rib chiqamiz. Savolimiz JavaScriptda hosting nima? Keling bu savolga nafaqat nazariy, balki kod orqali ham javob topamiz. Demak, savol hosting nima? Bu JavaScript engine tomonidan o'zgaruvchilar va funksiyalarni kod bajarilishidan oldin xotiraga tayyorlash jarayoni hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, JavaScript kodni ishga tushirishdan oldin o'zgaruvchi va funksiyalarni ko'rib chiqadi hamda ularni xotiraga joylashtiradi. Shuning uchun ba'zi holatlarda o'zgaruvchi yoki funksiyalar yozilishidan oldin ham ishlashi mumkin. Lekin hosting var, let, const uchun turlicha ishlaydi. Demak, var bilan yaratilgan o'zgaruvchilar hosting qilinadi va boshlang'ich qiymati undefined bo'ladi. Let va const ham hosting qilinadi, lekin ular temporal dead zone, ya'ni vaqtinchalik o'lik zona deb ataladigan joyda, hududda bo'ladi. Shuning uchun ular e'lon qilinishidan oldin ishlatilsa, reference error beriladi, xatosi beriladi. Kod orqali tushuntirish uchun hozir biz varni, demak, kodini yozishdan boshlaymiz, ya'ni varning hosting qilinish jarayonini ko'ramiz. Demak, var user age 25 bo'ladigan bo'lsa, buni console logga chiqaramiz. Mana natijani ko'ramiz. Mana natijamiz chiqdi. Endi biz console logni o'zgaruvchidan oldinga chiqaradigan bo'lsak, mana undefined degan bizda natija chiqyapti. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, ayniqsa var haqida aytdik. Var bilan yaratilgan o'zgaruvchilar hosting qilinadi va boshlang'ich qiymati undefined bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerda savol paydo bo'lishi mumkin. Axir user age hali yaratilmagan-ku, nega xato chiqyapti deb o'ylashingiz mumkin. JavaScript bu kodni ichkarida taxmin qiladi, ya'ni quyidagicha taxmin qiladi. Kodni yozib ko'ramiz. Ya'ni xo'p, JavaScript mana shunaqa taxmin qiladi. Var user mana shu tartibda JavaScript bu kodni taxmin qiladi, ya'ni varda shunday tartibda bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda faqat o'zgaruvchining e'loni yuqoriga ko'tarilyapti. Qiymat esa o'z joyida qoladi. Shuning uchun undefined bo'ladi. Endi biz varni kommentga olamiz. Endi let bilan hosting jarayonini ko'rib chiqamiz. Let deymiz. Xuddi yuqoridagidek user age qilib olamiz. Va bu yerda ham xuddi shunday console log qilamiz. Demak, ko'rib turibmiz, natija bizda to'g'ri chiqyapti. Endi bu joyda biz xuddi mana yuqoridagidek konsolni yuqoriga chiqaramiz. Bizda xatolik chiqaryapti. Bu yerda let o'zgaruvchisi xotirada mavjud, lekin hali foydalanishga tayyor emas degan bizga ma'no qaytaryapti. Ya'ni xuddi mana shu oraliq temporal dead zone deb ataladi. Endi hostingni const bilan ko'rib chiqamiz. Const bilan ko'rib chiqamiz. Demak, o'zgaruvchimizni yaratib oldik. Natija bizda ko'rinyapti. Endi buni xuddi yuqorilarda qilganimizdek o'zidan oldinga chiqarib qo'yamiz. Bu joyda ham e'tibor bersangiz, xuddi let bilan bir xil natija bizda paydo bo'ldi. Bu ham temporal dead zone'da ichida qolib ketyapti. Demak, biz bu 3 ta o'zgaruvchi
tekshirib oldik. Endi biz funksiyaga ham o'tamiz. Ya'ni function declaration hosting qilinadi. Bu qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Bitta funksiya yaratamiz. Show message. Hop. Demak, bu yerda log qilamiz. Hello. Demak, endi funksiyamizni o'zidan e'tibor bersangiz, funksiyani o'zi aslida mana bu tomonda chaqirishimiz kerak. Ishlash uchun endi biz buni xuddi yuqorida o'zgaruvchilardek undan oldinda chaqiramiz. Ko'rib turganingizdek, natija o'zgarmadi, natija bir xil. Sababi function declaration to'liq hosting qilinadi. JavaScript funksiyani oldindan xotiraga saqlaydi. Xo'sh, endi function declaration'ni ko'rdik. Endi function expression'ni ko'ramiz. Bu qanday ishlaydi? Buni ham kommentga olamiz va yozamiz. Hop. Show message. Demak, function console log qilamiz. Demak, mana yozib oldik. Endi xuddi yuqorida chaqirganimizdek chaqiramiz. Endi mana ko'rib turibsiz, natijasi bizda o'tgan safargi, ya'ni function declaration'dagidek bir xil chiqmayapti. Sababi bu kod ichkarida taxmin shunday ishlaydi. Qarang, mana bu kodni xuddi yuqorisida bitta o'zgaruvchi show message nomli o'zgaruvchi bor va mana bu joyda mana bu tartibda yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni buni taxmin qilish jarayoni. Funksiyaning o'zi esa keyinchalik beriladi. Mana shu tartibda JavaScript buni taxmin qiladi. Endi JavaScript kodni qanday bajaradi o'zi degan savol bo'ladigan bo'lsa, JavaScript kodni ikki qismda, ikki bosqichda kodni bajaradi. Ya'ni birinchi bosqich creation phase, ya'ni bu bosqichda o'zgaruvchilar xotiraga ajratiladi. Funksiyalar tayyorlanadi. Keyin ikkinchi bosqichda esa execution phase'da bu bosqich kodni qatorma-qator bajarishini ta'minlaydi. Eslab qolasiz, JavaScript kodni qanday bajaradi deganda ikki bosqichga bo'linadi. Creation phase va execution phase'ga bo'linadi. Endi intervyuda hosting nima deb so'rashsa, quyidagicha javob berishimiz mumkin. Hosting bu JavaScript engine tomonidan o'zgaruvchilar va funksiyalarni kod bajarishdan oldin xotirada tayyorlash jarayoni var hosting qilinadi va uning qiymati boshlanishida undefined bo'ladi. Let va const ham hosting qilinadi, lekin ular temporal dead zone ichida bo'lganligi sababli e'lon qilinishidan oldin ishlatilsa reference error beradi. Function declaration esa to'liq hosting qilinadi va uni e'lon qilishdan oldin chiqarish mumkin, ya'ni ishlatish mumkin. Endi yakuniy xulosamiz bundan hosting JavaScriptning kod bajarish jarayonidagi muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi. Var juda eski usul hisoblanadi. Ya'ni bu eski usul bo'lganligi uchun kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy JavaScriptda const asosiy tanlov hisoblanadi. Let qiymat o'zgaradigan holatlar uchun ishlatiladi va o'zgaruvchilarni har doim ishlatishdan oldin e'lon qilish yaxshi amaliyot hisoblanadi. Demak, videomizni yakunlaymiz.
Kanalga obuna bo'ling, layk bosing, kommentariyda bizni qo'llab-quvvatlang. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat.